Üçüncü bölüm. 23 gün bolğanda Lanjodan maşını keldi ve әтісіла qaytışqa tegishlik bolğanlarını elib qaytadigan boldi. Mən səhər turub yük taqamını tangdım. Biz maşinaga chiqqandan keyin yosh changjan qo'lni kayniga qilib mashinaning yeniga keldi-da, "A'la, cho'sh, sen hozir qaytmaysan" dedi. Kadrlar bölümü 20 kun ishlab qaytsan degandi-ku. Hozirmi shu kadrlar bölümünün fikri bo'yicha ish qilyapmiz. Sen qaytmaysan. Qaytaman. Uning yük taqini tashlanglar, o'zini ishtirib tushirib etinglar. Nima? Men gunohkormidim? Lovlay, Shao, tashlanglar uning yük taqini. Lovyen, u tushmigicha mangma. Qara bu muthamni. Men cheksiz xo'rliq va yetimlik his qildim. İli daryosi bo'yidan bu notunish yayloqqa xo'rlang'ili, dushkanlangili kelganmidim? Xalqim, vatanim uchun shon sharaf izlab ilm-pan, o'rganish yo'lida tirishqanim gunohmi? Yo'q, bu bir kichkina qora bulut o'tib ketadi. Ularning dushkanlashlarini anglab turguncha tushib ketay. Avu danjo shumi 50 dan oshqaniga qaramay xushxuy, umidvor turyotidi-ku. Men nemishqa muni qisqib ham changjan oldida o'zimning umidvor, madaniyatlik ekanligimni ko'rsatolmayman. U mening kim va nima qiladigan odam ekanligimni nerdan bilsin? Mening g'oyam, o'y fikrim uning daftarida bo'lmagandikin, uning kallasiga biri a'lo yomon degan uqumni qachlab qo'ygandikin, uning menga qo'pollik qilishga haqqi bor-ku. Men menga tikilgan hesdoshlik, ich og'ritish, g'azab, norozilik va qiziqish alomatlari chiqib turgan ko'zlarga bir qarab chiqdim. Xafaliklarimni birdila unutib, rolni yengishligan artistek o'rnimdan turib zo'rg'a kuldim va yuk taqimni yerga tashlab mashinadan sakrab tushdimda changjanga qarab, "Menga amsa 10 kunlik ruxsat bering, kitoblarimni ekilib olay" dedim. "Ruxsat qilinmaydi. Piyoda bir oy minib bo'lsa-mu berib kelman" dedim men kulib turib. Uning ustiga mening ayolim Shinjonga bormoqchi, men uni yo'lga selib etib kelay. "Ruxsat yo'q." "A'la" dedi Danjao shu yengimdan tortib. "Yuring, keyinroq so'zlashayli, hozircha aldirmang." Mashina yurib ketdi. Men azob bilan uzun sapliq o'tug'ishni mo'ramga selib, yeshil idirlarga qarab mangdim. Bir necha kundan keyin turmush bir izg'i tushdi. Men endi yeshil idirda petib ketayotgan quyoshdan qizil nur olgan o'rmonlar, qizg'ush qo'ng'ir qiyallardagi qushlar uvulri yoki yomg'irdan keyin tog' beshidagi bulutlarning yayloqqa asta tushishi yoki yiroq tog'da kulrang bulutlar orasida yolt qizillik paydo bo'lib, birdilla kulrang bulutlarning oqirib yaltirishi qatorliqlar bilan haberlashmayman. Ya bo'lmasa Zangzu ayollarining yalang oyoq holda uzun so'g'ularni dumbisiga tengib oldirib menishlari, bo'yiga yetmagan qizlarning o'z uyiga ish kuyg'unliqqa kelgan yosh bola, ya'ni bo'lg'isi eri bilan it egashtirib yurib, yo'talarda irmash-chirmash bo'lib o'ynashlari, yozdimu ziqwa, qishliq juxwa kiyib yuradigan chochlari o'skilan rohibning budxonni cho'rgilab yurib, har 6-7 qadamda beshini yerga qo'yib, tushuniksiz bir nimalarni vaqirab ibodat qilishlari qatorliqlarga hayron qilib qarab turmayman. Atiyaliki sahar turmanda qizil darvozaning qaltang va quluplarini ochaman. Budxondan birdan tövəndəki su bo'yiga, birda yuqoridagi kulrang qurum tashlar yeniga menib yurib, ingliz tili yodlayman. Meningdan 100 metr nerida Danjao shu nemischa Faustni o'llik o'qib, nemis tilini mashq qiladi. Kun bir qulash ko'tarilguncha biz shunda qilamiz. "Adashi" degan ovoz anglangan, lekin men zangzular ichiga nadandir kelib o'rilishib qolgan Xuyzu buvayning kapsiga qarab mangman. Mening tamuqim shu yerga o'rlashtirilgan. Atdiganligi olqandek tovunini bilan bir china qota sut ichimanda kamsiz buvayga rahmat aytib, hamrohlarim bilan emgak mangman. Emgak qilib etib ko'proq go'zalayni, uning bilan bil bo'lgan kunlarni, yiroqdagi do'stlarimni, men cho'ng bo'lgan yerlarni, İli daryosi bo'yidagi to'qay yezlarni o'ylayman. Xiyolmi bir boyliq, ba'zi xiyol bilan xush bo'lalaysan, ba'zida xiyol bilan hammaga qo'l yetadigan baxtli odam bo'lalaysan.
lekin xiyol meni ko'proq ranjitadi. Manga avval lazzat, keyin seg'inish, hasrat va ko'ngil yarasi qoldirib birdilla g'oyib bo'ladi. Men bilimni ko'tirib, birda shimolga go'zal ay turayotgan Lanjo shahri tarafga, birda g'arbga mening kindi qinim to'kilgan mehribon yurtim G'ulja tarafga qarayman. Mening ko'nglimni tez tushunadigan Danjao shu meni azobdan qutuldirdi. Naqsha ayting, a'la naqsha ayting. Sizning naqshingiz menga bak yoqadi. Naqshingizni anglab etib, xiyolimda panjim, turpan yuzi, jili yuzining oq o'riklik bog'lari, uni soz, bulbul, kokoklari, mehmondo'st Uyg'ur dehqonlar orasiga ketib qolaman deydi. Men g'am g'urchimni xo'sh qilish, o'zimni g'amdan qutuldirish uchun mung'lab ili naqshlarni aytaman. Vadariha derdi bilen men ada buldum nitey, zaru güherni yitirdim, tapmadım emdi nitey. Barmağaşqa, yanmağaşqa, yigana deydu yar meni, beşida pervana bolsam, mestana deydu yar meni. Köye köye kül bulur men, yağlıqı tügüp al meni, her sığınğanda purap, yarım esinge al meni. Tushda say bilan qo'noq-unadan qilingan umash ichaman. Tushdan keyin yana emgak. Kashda go'shmiyi yo'q suyqash. Kashda sham yo'rqida kitob o'qish, xotira yoki maqola yozish. Tamoqmi, ishimizmi mana mushundaq takrorlanaveradi. Yaylaqning bir-biriga o'xshaydigan qo'ylardek kunlarmi osta va g'o'rliq bilan o'tmoqda. Lekin men kunlarni naqsha, xushallik bilan uzatmoqdaman. Men her kuni naqsha aytaman. Naqsha meni bosh uchi yo'q xiyollardan, tinjiqda gijildab orom bermagan qoshqa chivinga o'xshash, jonga tegadigan g'amlardan xalos qiladi. Shuning uchun men butxona darvozasidan chiqibla naqsha boshlayman. Naqshamga yuragimni o'rdavatgan muhabbat, seg'inish, qayg'u, alam va kelgusi to'g'risidagi orzularim singib ketadi. Mungluq ovozimga ko'z yeshim, qaynoq hissiyotim aralashib ketadi. Mening naqshamga yerlik zangzullar zo'qlanib, ot ustida, qirlarda yoki ko'rimsiz uylarning eshigida turishib, boshmaltiqini ko'rsatib, Lilang no shagi. Yaxshi aytgansan. Liva, liva. Naqshchi deb baqirishdim. Men har nimaga qiziqadigan havaskor yosh bo'lganim uchun ularning tilini o'rganishga qiziqaman. Maxsus bir daftarga zangzucha so'zliklarni yezib oldim. Mana heliqi ishki yo'g'il bilan o'ynashgan qiz chin bilan qo'pirilgan pakar qo'riqdan beshini ko'tirib, menga qarab qaqoqlab kuldi-da va aru chuniyang chisir. Eting nima deb so'rdi. Niyalang ala. Etim ala. Ha. Aru chavni gechim jachiq. Hey, bizning uyga kir. Gajingchi, Shimov. Rahmat qizchaq. Dedim men qo'limni ko'ksimga qo'yib, qizning atrofiga bolalar o'lashdi. Ular meni uzitib, Dimush, xo'sh deb baqirishadi. Heliqi qiz har kuni yo'limni to'raydi. Mening bilan so'zlashidi. Ba'zida qo'limni tutib olib, xeyli yergacha eslab boradi. Yerim yalang'och kiyingan qora, qizil yuz bolalar, yungluq it va uyda boqqan o'g'loq, qo'za, mo'zaylarmi bolalarga aralashib meni etizga uzatishidi. Men har kuni shularni ko'rishga, etizda naqsha etishga, suv bo'yida rohatlanib yuyinishga, tushlikka qaytib kelib oldirab yurib, butxonni tozalashga qolgan 3 hamrohim Laoyang, Mi Javshu, Dan Javshular bilan ilm-fan, vaziyat, turmush bilimlari haqida paranglashishga, ondan kitob o'qishga oldirayman. Men Tolstoyning Tirilish degan romandan turmada yolg'iz yashayotgan odamning chivin bilan do'st bo'lib xeyli nurg'un vaqtni o'tkazganini o'qiganman. Inson uchun bir mahal zerikishlik yoki yerginishlik ko'ringan sharoit vaqtning o'tishi bilan sening uchun ko'ngillik va go'zal bo'lib qoldi ekan. Men bir oydan keyin butxonaga o'ginib qoldim. Qop-qora tam, qarib ketgan ko'k xishliq yer, maylashgan to'rik, is va chang to'zondan qora qo'ng'ir tusga kirgan to'rislarmi menga chiroyli va ma'nilik tuyulgan bo'ldi. Havo ochiq kunlari zalni pokiz supurimizda suv chechib qo'yamiz.
Janubga qarag'an xira aynaklik to'pi panjaradan tushgan kun nurida bizning ratlik tizilgan o'rin ko'rpimiz, esaklardan yasalgan yeziqchilik ustilimiz va uning ustidagi kitoblarimiz yo'riydi. Quyosh nuri tushgan har qanday yerda hayot va go'zallik bo'ladi ekan. Biz quyosh bilan illig'an yotiqimizda o'ngda yetib olib, emgak bilan harg'an, nachar g'izodan mag'dursizlangan oyoqlarimizni uzun suzib, kelgusi haqida ishonch bilan so'zlashimiz. Men yana 15 yil xizmat qila olayman, deydi Mi Jaoshu qiyirliqqa tanbamay. Tolstoy 61 yoshidan 71 yoshigacha tirilishni yozgan. Tolstoyning eng yaxshi asari albatta tirilish. Ko'rdinglarmi? Kash ko'zda pishgan meva qandoq tamlik. Mi Jaoshu ruhingiz yaxshi, lekin deydi Dan Jaoshu taqir beshini silab qo'yib, lekin izohatingiz joyida bo'lmadi. Tolstoyning eng yaxshi asari urush va tinchlik. Nima? Deydi Mi Jaoshu g'angsiga ko'k tamakisini barmoq bilan besib. Siz meni amday qo'lingizdan hech ish kelmaydi deb o'ylayapsizmi? 100 necha ming misradan o'shiq jangirni o'z qo'lim bilan xanzuchaga tarjima qilmoqchiman. Texi sizning turk tilini o'rganib, Manas dastonini o'qimoqchiman. Bu o'z hayotini osonlik millatlarning xalq dastonlarini tadqiq qilishga bag'ishlagan Qiyri Javshuning so'zidan menmu mening o'ng tarafimdagi bulungda o'ltirib olib, anti Dürungning ichiga ushshaq qog'ozlarni qistirish bilan avara bo'layotgan Laoyangni ta'sirlandik. Laoyang siyosiy kafedarining mas'uli, umu o'ngchil juyichi xatoligi bilan bu yerga tushirilgan. U ormizdagi birdan-bir partiya a'zosi. Mi Jaoshu dedi Laoyang ko'ziga tushib turadigan chechini qo'lning kayni bilan yuqoriga turtib qo'yib. Dunyodagi eng uzun daston Mahabharata. Hindi dastoni mu yoki jangirmu. Mahabharata uzun, lekin u ratnib bo'ldi. Jangir texi ratnib bo'lmadi. Jangirning kirish qismila 1000 misradan ko'p. Jami 50 qismdan oshadi. Dunyoda Yunnan, Hindistondan boshqa davlatlarda qahramonlik dastoni yo'q deyarlik. Bizning Junguni olsak, xalq ig'iz adabiyotida biz xanzular osonlik millatlarga yetmaymiz. Shunday emasmi? Dan Jaoshu Uyg'urlarning qahramonlik dastonlari bormi? Bor, dedi Dan Jaoshu menga qarab qo'yib. Men yana 10 yildan keyin turk tilini o'rganaman, dedi Mi Jaoshu. Turk tili, Mo'ng'ul tili, Yapon tilining grammatikada o'xshashlik bor. Masalan, jumlada ega boshda, xabar orqada keladi. Rasmu ala? Ha, o'xshashlik bor, dedim Mi Jaoshuga qo'shilib. Turk tilidagi nurg'un atalg'ularni Mo'ng'ullar hozirmi qo'llanib yetibdi. Men munosabatli kishilar bilan doim atalg'ular ustida so'zlashman. Biz hozirgacha o'rtaq qo'llanayotgan atalg'ulardan 100 nechisini yezib chiqdik. Mi Jaoshu necha kirdingiz deb so'rdi Laoyang birdam xiyol surgandan keyin. 2 kam 60 ga. Dufu bu yeshida vafot bo'lgan. Balzak, Maupassant, Bayrun, Pushkin, Gogol, Belniskiy, Chexovga o'xshash nurg'un dаңlıq adiblar mening bu yeshimgacha yashamagan. Hatto jahonni zilzilaga solgan Leninmi mening yeshimga kelgan emas. Lushinmi nurg'un ishlarni qilib etib dunyodan o'tgan. Men hozirgacha nima qildim? Kitob o'qidim. Beyjuyining 2800 misradan o'shiq she'rni chala qo'ymay yodladim. Endi rosa ishga kirishayotganda meni Gomindanchi amaldorlar bu yerga akilib qo'ydi. Amaldor bo'lganim rost. Gomindanga kirganim, uning xizmatini qilganim rost. Lekin men sotsializmni hayotimdagi illiq bahor deb qarayman. Bu bahorda albatta chechaklab meva beralayman. Yana 15-20 yil ishlayalayman. Lekin inson qiyirganda kuchidan qoladi ekan. A'lodek chaqlarimiz o'tib ketdi. Qaranglar, a'lo kechalarni o'qiydi, yozadi, fikrlari cho'nqur, g'ayrati zo'r, ishonchi cho'ng, bilimi mo'l bir odam bo'lish uchun a'lodek bo'lish kerak. Uning tanlagan yo'li meningcha to'g'ri. Men yoshligimni bilimga intilishga beg'ishlagan, lekin qizlarga sarf qilayotgan vaqtim bek ko'p bo'lib ketdi. U g'angsiga yana tamaki bosdi. Ulug' kichik tinib qo'yib, ko'kish, qilin qalpikini midirlatdi. Ondan qo'li bilan ko'zlarini surtdi. Dan Jaoshu uningga chaqchaq qildi.
Qancha qizga oshiq bo'lgandingiz, Mijavshu? 3, dedi u 3 barmoqni ko'rsatib. Ikkisiga men oshiq bo'lgan, lekin ular menga qarabmı qo'ymagan. Birinchisiga oshiq bo'lganimda 22 yoshda edim. Ikkinchisiga 28 yoshimda oshiq bo'ldim. Birinchi savdogarning qizi, ikkinchisi o'qituvchimning ayoli edi. Uchinchisi-chi? Deb kuldi Danjavshu. Hozirgi xonimingizmi? Nədikini, dedi Mijavshu ayağını aldırmay yeşvetib. Bu ayalını zatlı yaxşı görmegen kim biladi, 60'dan aşqanda muhabbet tuyğusu ölgende yaxşı görmemmikin tam. Yaxşı görüşmesəkmi 3 balliq, 2 nəvirlik bolduq. Birer qitimmi sen-pen deyişmidik. Nurgun adamlar özü yaxşı görmeydigan ayallarını aladı. Ular muhabbetsiz inaq, bəxtlik yaşa verdim. Men ana şularning biri. Üçüncüsü demsiz ha? Hey, men öylengenden keyin mushu ayolimning yiroq bir tuqini biznikiga yetib qopib o'qiydi. Shayton qiz menga kuyib qapti. Menmi keyin uni yaxshi ko'rdim. Untulg'isiz darajada. Hey, yoshlikda inson nimalarni qilmaydi? Yoshirincha uchrashib yurdik. Amdala kichik xotinlikqa olay deb turganimda ozodlik bo'ldi. Rost gapni aytsam, men yangi jamiyatni yaxshi ko'raman. Yangi jamiyat menga ishlashga zamin hozirlab berdi. Men pes arzu havaslardan butunlay qo'l uzdim. Lekin yoshlik isrof bo'ldi. Mana endi kesh qolgan bozorchidek dunyoda birer iz qoldirishning ko'yida ishlayapman. Shunda qilib, heliqi ayolingizning tuqqini, ya'ni sizning oshiqingiz bormi? Hozir bor. U o'ngda etib javob berdi. Nada? Ha, maxfiy ekanda. Nemisi maxfiy bo'lsin, dedi Mijavshu qo'lingshib turib. Bizning doktorxonaning muavin boshlig'i bo'lib kelgan Lilian Yingchu. Hey, oy, dedi Lavyang chuchib beshini ko'tarib. Lilian Ying bizning Xishujining ayoli emasmi? Ha, a'la. Yevgeniy Grandi, sizdimi? Undaq bo'lsa, sotni menga bering. Sot Avstraliya yozuvchisi Kafka 1883 yildan 1924 yilgacha yashaganning asari. Men onunğa kirishib ketgan kitobni olib berdim. Ochiq tamaka isidinmi yoki tatliq aslimadimmi, bilmadim, uning ko'ziga yosh kelgan edi. Men o'rnimda o'ngda yetib, Lilianning ismli doktorning obrazini ko'z oldimga keltirdim. Budur chash, to'liq, oq yuzlik, qora ko'k soknidan usti bosh kiygan xushxuy ayol xiyolimdan g'ilpal o'tdi. Kelib bir oydan keyin tanlanib qolgan biz 4 odam Kashkirgacha yeshil idirlarda yangyug'i to'pi yo'laymiz. Arpa orasidagi o'tlarni o'taymiz. Ba'zida zambil bilan qo'tamga chin to'shaymiz. Ba'zida qotazlarning lingirchig'ini tutib minib olib, tog' ichiga berib o'tin ekilamiz. Ba'zida bo'lsa qotaz sezaklarini yig'imiz. Nimani qilsak to'timiz billa oramizda qilishmaydigan gap yo'q. Yolg'iz Lavyanglar kam so'z paprusi tugaganlik uchun u pat-pat Mijavshuning g'angsini so'raydi da kulib qo'yib, qachon qaytirdi bizni? Pa, hech bo'lmasa uyimizga olib kelsichu, deb qo'ydi. 8-oyning 19-kuni biz arpa o'rmisini boshladik. Lavyang ikkimiz xeylik o'riymiz. Ikki javshu o'ltirib olib, kitirlatib o'riydi. Bizning yinimizga hijaygan changjang pat-pat kelib turdi. U mening diqqandek o'g'aq salg'inimga zo'qinib qaraydi da, ko'zlari yo'qab, tishlari qizil go'shlari poltaygacha yejiydi. Yaxshi a'la, sen emgakchi ekansan. Sen meni nima deb o'ylab eding amsa? Hech nima qaramoqqa sen. Burjua ziyolisiga o'xshaydi demakchimi? Deb so'radi Lavyang beshini ko'tarib. Men sizlar nerdan bilay, dedi u olib. Boshqalar nima desa shuni deymizda. Changjang ketgandan keyin Lavyang qirg'oqda o'ltirilib, Lunarcheskiy bilan Pilxovning adabiyot san'at nazariyasi ustida uzoq so'zladi. Uning so'zi tugmay turibla yiroqdan kelayotgan mashina ko'rindi. Bu yerga pochta kelmaydi. Gazet, xat xaltalarimizni bir oyda bir keladigan maktab mashinasi to'shib beradi. Biz kichkina o'rg'oqlarimizni engizga tashlab mashinaning oldiga qarab mangdik. Mening yuragim hayajondan dupildamoqda. Mana hozirla go'zal ayning seg'inish va muhabbat bilan to'lgan xatini o'qiyman. Uning menga o't bo'lib tuyuldigan haroratli qo'li bilan putgan xaltasini qo'limga olaman. Yana kimlardan xat keldikin, bizni qaytinglar,
degan xabar keldimikin? Güzel ay, men aytib bergan helqi kitoblarni avatdimikin? Savollar bir-biriga o'rin bermay menimda takrorlandi. Oyoqlarim o'qdan urkigan bo'janning putlaridek chaqqonlashgan, xuddi bayramga yasangan boladek xushalman. Mana hamrohlarimdan burun mashinaning yo'lini to'sdim. Mashina to'xtadi. Kabinkada heliq tonish shoför, uning yonida maktab qo'g'dash bo'limining xodimi o'tirdi. U menga so'zli boshlanish deb qo'ydi. Mana shu birli ishora bilan maktabga qaytish niyatim to'pandek to'zib ketdi. Xat xalta bormidi deb shoförning og'ziga qaradim. Xaltang bor, dedi shoför mashinaning ustini qo'li bilan sharat qilib. Ayolim salom aytdi, xatni avatdi. Mening ko'zlarim tumanlashdi. Ko'z oldimga yosidaq uyim, chiroyli ayolim, go'zal shahar, ko'ngillik turmush kelgan edi. Men mashinaning keynidan qatirib, butxona oldigacha keldim. Mashinaning keynidan ko'tarilgan chang orasida bolalar, itlar, parvonlardek yugurish birishardi. Yük taqni tushirishga fidoyi bo'lib, birinchisiga mashinaga men chiqdim. Biz herib terlab yurib, un, ko'ktat, so'qma tosh, pan, to'shung, zambillarni yerga tushirdik va o'rniga joylashtirdik. Shuningdan keyin shoför menga bir xalta 3 parcha xat berdi. Konvertning sirtiga oldirab qaradim. Biri Yoshirdan, biri Güzelaydan, yana biri Roziyadan kelgan xatlar ekan. Xaltani yotoqqa tashladim-da, xatlarni elib orpiliqqa yolg'iz yerga qarab yugurdim. Avval Güzelayning xatini ochdim. Qimmatli ma'la, bormisiz? Bor bo'lsangiz salomatmisiz? Nemishqa sizdan xat kelmaydi? Yoki meni unutib qoldingizmi? Men sizga qanchalik ko'z yishim oqqanini hisoblab bermoqchi emasman. Ishqilib ko'z yishim oqmagan bir kun yo'q. Mana bir oy bo'ldi. Xizmatga bormadim. O'zim mag'dursiz, beshim qaydi. Bütün kechalarni xiyol bilan o'tkazib o'tman. Tomog'im noyiti ozlab ketdi. Odila har kuni kelib yo'qlab turibdi. Raqibkamni pat-pat degidek yo'qlab keladi. Bir kuni tushning oldida sizning suratingizga qarab o'ltirsam, tuyuqsizlar raqibkam kirib keldi. Bütün zalda boshqa biri yo'q. Men qo'rnib chiroy ochmadim. Shundoq bo'lsa-mu, u odam gapmi qilmay kayni-kaynidan tamaki chekib, yarim soatdek o'ltirdi. Bir kamda o'rnidan turib, ko'zimga qarab, "Nimancha o'ruqlab ketdingiz?" dedi menga yaqinlab. Men bir nima degicha, u tuyuqsizlar o'ng belikimdan tutib oldi. Men qo'limni qochirishga ulgura olmadim. Tatirib ketgan o'xshayman. Bütün badanim muzlagandek bo'lib, tilim gapga kelmay qoldi. "Qo'rqmang", dedi u qo'limni ching tutib va silab. "Siz mening o'z singlim. Meningdan yomonlik kutmang. Sizga ichim og'riydi. Qarang, qo'llaringiz bir teri, bir ustixonlar bo'lib qopti. Tomirlaringizdagi sus qonlarmi ko'rnay demaydim. A'loni akeldirib beraymi? Ammo qo'limdan kelishini atayin. Shundoq bo'lsa-mu, siz uchun men uning yo'lida mangman." "Uning nima gunohi bor ekan?" dedim lag'ildab titrab turib. "Siz bilasiz-ku, u oq ko'ngil, vijdonli odam. Buningda gap yo'q. U bizning g'ururimiz. Men uning bilan faxrlanaman, lekin tashkil uning masalasini menga aytmadi. Kadrlar bo'limidagi bir yaqinimizni ko'chalab ko'rdim. Uning aytishicha, a'la biror tashkilotga chetilib qolgan o'xshaydi. Xat yezing, obdan to'g'ri qilib bir xat yozsin, qolganini o'zim to'g'rilayman" dedi. "A'la, siz menga ishoning. U sizga bek kuyindi ekan. Menga xuddi o'z singlisidek muomala qildi. Mehribonlik bilan beshimni sildi. Biramdan yeni quchoqlab qo'ydi. Men o'zimni tutolmay yig'lab edim. U lag'ildab titrab ketdi. Hatto ko'zdan yosh agidi. A'la, mening oq ko'ngil jinim, siz o'rinsizlar uni qarlamang. U bizga rostila kuyindi ekan. Qanchalik qilgan atganingiz bo'lsa-mu, menga ayting. Raqibkamga ishoning. Mening uchun bo'lsa-mu, buni kundan kunga cho'ng bo'layotgan bolangizning istiqboli uchun bo'lsa-mu, bir xat yezing. To'g'ri qiling, tezroq qaytib keling. Men qachongacha yosh to'kaman, qachongacha yo'lingizga talmiraman. Ajabmi kelmading yoyirim, yo'lingga bog'idek bo'ldim, qo'limga qo'sh pichoq ilib, yurakni yorg'idek bo'ldim. Kitoblaringizni avatmadim. Avatsam, kitob bilan bo'lib ketib, meni unutaydi ekansiz-ku. Qishliq kiyimlaringiz yeling. U yer so'g'uqmi? Kashkicha emgak, patqoqliq yo'l, so'g'uq yotoq, nachar tomoq, ondan qolsa kitob o'qish. Bari shulimi?
ko'ngil ochqudek kino, o'yin, kichik bo'lsa-mu o'ltirish deganlar yo'qmi? Ularmı yo'q bo'lsa, bu qanday hayot bo'lg'ini? Xatni yezib o'tib, yana yig'layapman. Meni yo'qlab kirguvchilarning kunsirva, pranik, qattiq quruqlarini xaltaga selib qo'ydim. Avu bir botolka şifin harqi raqibkamning sovg'isi. Raziyaning xatini yirtib o'qidim. So'zlari nimancha sirliq, hoshirga emas, sizga oshiqmidi ya? Hoshirning xatini o'qidim. Uning so'zlari xuddi o'zidek tonliq. Uning nemisini qizlar yaxshi ko'rdi ekan. Dunyoda qizlarda ko'ngilchak, ahmaq toyibi bo'lmas. Eng nozik, hissiyatli, go'zal qizlar so'g'uq, mo'rmas yigitlarga oshiq bo'lib oldi ekan. Bu gap sizga qartilmagan. Domsib yurmang. Yana bek charchadim. Xatning oxirini at yozaman. Men yana bir yangi betni ochdim. Uning chiroyli imlosi o'zgargan. Bu betdagi xatni oldirab suvab yozgan edi. Ala, xafa bo'lmang, jinim. Men Şinjanga mangdigan bo'lib qoldim. Heliqi Lanju aydurmidagi milliy ushg'uvchilarni bilsiz-ku, raqibkam shularnikiga borgan ekan, bizni pulsiz Şinjandan tavus to'shig'li boradigan aeroplanga selib qo'ydigan bo'pti. Bir oyga qolmay qaytib kelaman. Oydilami berish mumkin, ruxsat bersizlar. Raqibkam ikkimizning adi mangdiganligimiz jazman bo'lib qoldi. Men kelguncha qaytib kelsangiz, ochqish kitob jozingizning ikkinchi baldaqidagi heliqi Qur'onga o'xshaydigan kitobning ichida. Kitoblaringizni uyga akirishga ulgurolmadim. Obdan pechatlab, qo'shniga chekilib qo'yib ketaman. Ala, bugun men xeyli xush. Ota-onamni ko'rdigan bo'ldim. Kichik opingizni yo'qlayman. 3 metr dum to'ga elib oldim. Cholisini opam to'liqlab berdi. Xeyr, har minut sizni eslayman. Mening yiroq, notunish yoylaqdagi onasiz qulundek miskin amriqim. Men kelguncha salomat qaytib keling. Sizni seg'inib, o'ruq yuzlaringizni ko'z yeshi bilan namdigichi amriqingiz. Gi Yahya Xanova 1961 yili 17 avgust. Xuddi biri qonimdan bo'g'ib olgandek, xuddi kang yoylaqning havosi kamlik qilayotgandek tasda nafas elib, tumanlashgan yoshliq ko'zimni xat bilan to'sib, engizda bir pas o'ngda yotdim. Seg'inish, muhabbat, kundashlik, g'azab, nafrat bir-biriga qarama-qarshi sezgular oralashib ketgan. Ularning hammasini birlashib meni bo'g'moqda, qiynamoqda. Turmush nimacha rahimsiz, nimacha sirliq va tushuniksiz-a? Sabr taqatga nadin kuch izday. Kelgusining go'zal ekanligiga ishonish mening hamrohim bo'lsin. Munu chet yoqdagi yoylaqda o'zimga g'am g'usini hamroh qilib olsam tugashkinim. G'amni unutishga, ko'ngilsizlik ichidan xushallik izlashga intilay. Qiyni qolgan xatlarni o'qay. Balkim bu xatlardan charchagan nervlarimga orom beradigan biror ovoz anglab qolar. Men shunda o'yildim-da, jaynigimga tayinib o'rnimdan turdim. Yengam bilan ko'z yeshimni surtib, tiniq sirliq ko'k osmonga qaradim. Ertasi mashina qaytdi. Mijovshu bilan Denjovshu chaqirtilgan ekan. Ular mashinaga yuk taqib bosdi. Mashina qo'zg'algandan keyin ichimdan buqildab yig'i chiqish boshladi. Lekin men belini tutib, menga hayy ko'rsatib turgan qo'g'dash bo'limining kadrga ko'z yeshimni ko'rsatishni nomus bildim. O'zimni besib olib, Denjovshuga qarab chaqchaq qildim. Denjovshu, mening uchun Wuchuanshanga berib, bir kun o'ynab oling. Sizning naqshingizni seg'indigan bo'ldim-da, oxirgi qitim bir naqsha aytib bering, ayting, bog'icha qulqum tuvida jaranglab tursin. Ayting, dedi Mijovshumu menga xushallik, g'ayrat tilab. Mening bu yerdan zodli ketkim yo'q. Meningcha dunyoda eng go'zal yer mushu butxona. Nimishqa deganda, bu yerda nimani qilsang shuni xiyol qila olaysan. Hech kim xiyol qilishingga daxl qilmaydi. Xiyolmi bir cho'ng kitob. Fukam ala, siz bu kitobni toza o'qib olgan bo'ldingiz. Biz kulishdik. Ular ketgandan keyin biz Lavyan ikkimiz qoldik. Butxondan ikki paranchi bo'y ketib edi, yotoq vuldab qoldi. Ikkimiz ikki bulungda jimjit xiyol bilan o'ltirib, zerikishlik kunlarni o'tkazamiz. Uni ozdab butun emgak jarayonidami Lavyan lamjim demaydi. U Mijovshudan ilib olgan g'angsini yildan yilga sho'raydi. Xuddi men uning yinida ortiqlik qilayotgandek, go'yo uning bir maxfiy ishini men oshkorlab qo'yayotgandek,
U manga ehtiyot va gumon bilan yer ostidan qarab qo'ydi. U endi manga nazariy masalalar to'g'risidami, ulug' yozuvchilarning tarixi, inqilobchilarning hayoti to'g'risidami so'zlamaydigan bo'lib oldi. Uning manga bo'lgan munosabatining o'zgarishi bilan mening kundalik turmushimdagi ko'ngilsizlik, zerikish texmi kuchaydi. Mening hozir qiladigan ishim ikkila: emgak va xiyol. Chunki naqsham dönjavshular ketgandan keyingi tushkunlikim bilan tugadi. O'qiydigan kitoblarim bo'lsa allaqachon tugagan. Mening bilan parang qiladigan odam bo'lsa menga gumon bilan qarab o'zini qochirmoqda edi. Kunda ko'radigan yoyloq, kunda mangdigan patqoqliq yo'l, so'g'uq va jimjit yotoq mening qayg'ularimni ko'paytmoqda. Chiroyimni kundan kunga sarg'aytib, uyqu va tamoqimni azaytmoqda. Men yotoqda enkimni olqinimga tirab, to'g'risidagi o'michik to'rida gijildayotgan chivinga qarab xiyol surib o'ltiratdim. Changjang bilan qo'g'dash bo'limining kadri paydo bo'ldi. Qo'g'dash bo'limining kadri Laoyanga ko'z isharasi qildi. Laoyan ko'zi uchib turgan chechini barmoqlari bilan tarab qo'yib, kang peshasini siladi. Qo'yuq qoshlari ostidagi poltiyib turgan ko'zlari bilan menga yol qilib qaradi-da, tiviti qilmagan so'kni chopinni yipinchaqlab sirtqa mangdi. Men shu chaqda qo'g'dash bo'limining kadriga qaradim. U yeshi 30lardan oshgan, enkida 3-4 tal soqoli bor, bo'yni olayda uzun, bug'diyikimi bo'lakchili yo'g'on, lekin yiqimsiz gavdasiga moslashmagan qop-qora yo'g'on ko'zlari o'ynab turadigan qizil yuzlik, og'zi kamshik, so'g'uq chiroy yigit edi. "Ala", dedi u qo'lini kaynay qilib, qapoq turib, "Tashkil meni sening bilan so'zlashishga vatdi. Xeshuji olayda jigildi. Tashkil seni qutqizib olmoqchi. Masalangni aniq topshirg'in." "Nimani topshirman?" Menmi uningga olib qaradim. "Nimani topshirdig'ingni o'zingga ma'lum. Menmi oz sonliq millat, seriq Uyg'urman. Bilamsan, Jungodagi oz sonliq millatlar partiyaning yaxshiligini unutib qolmasa bo'ladi. Buni men sizdan yaxshi bilaman. Sotsializm bizning birdan-bir yo'limiz. Shundaq, siz nima demoqchisiz?" Men uningga amdi silq gap qila olmaydig'imni bildim. U oldimga kelib, zo'ngzib o'ltirdi. Uning nefis lablari titradi, qora ko'zlari chimchiqladi. Bo'yni texim uzrab, bug'diki texim yo'g'inganda ko'rindi. U birdilla talaffuzni yumshatdi. "Sen Sofutovni qachondan tartib bilasan? Buni sizlarni material bilan ta'minlaguchidan so'ra. Kimning vasitasi bilan ularga chetilgan?" Men o'rnimdan chachrab turdim-da, uningga g'azab bilan vaqirdim. "Seningsizmi men yetarlik azob chekyapman. To'li o'g'amni qaynatmay yo'qol ko'zimdan." U mu chachrab o'rnidan turdi-da, qo'lini pulangtib vaqirdi. "Johillik qilsang chiqish yo'ling yo'q. Sening mehri shafqatingga hojatman emasman." Yana nimalarni deyishganimiz, uning qandoq chiqib ketganligi esimda yo'q. Yarim soatdan keyin Laoyan kirdi. Uning tivisiz so'kni chopini chiliq-chiliq suv ta'tir o'rib tikilgan bertinkisi ig'ir patqoqlarni so'rab kirgan edi. "Yomg'ir yog'atamdi, Laoyan. Qattiq yog'atdi. Qomi yog'digan o'xshaydi. O'quvdak bir kitobingiz bormi? Tabiat dialektikasiga doir kitoblar bor. Mayli, qandaqli kitob bo'lsa-mu bo'laverdi. Laoyan, men tomoqsiz yuralayman, lekin kitobsiz yurolmayman." U mening ko'zimga qaradi va g'ansini tishlab turib, "Siz salomatligingizga diqqat qiling. Bu yerda yetib qolsangiz sizga qaraydigan odam yo'q, qiynalsiz. Qarang, ko'zingizda ajoyib cho'ng qayg'u turibdi", dedi. Men ko'zimga yosh olmaslikqa o'z-o'zimga va'da qilgan. Shuning uchun o'pkam o'rilib, yig'lig'im kelgan bo'lsa-mu, o'zimni tutib olib uningga mundaq dedim. "Kitob, muhabbat, salomatlik mening boyligim. Endi bir yo'shirin qo'l mushu 3 boyligimni o'g'irlab ketish uchun harakat qilyapti." Laoyan mening ko'zimga tikilib qaradi. "Umidsizlanmang. Cho'ng yozuvchilardan, inqilobchilardan o'gining. Irodalik, g'oyalik, umidvor bo'ling. Men boya heliqi qo'g'dash kadrining sizni johil deb tillayotganini anglab qoldim. Demak, sizmi menga o'xshash ekansiz." U yana jimib ketdi. Yotoqda jimjitlik hukm surdi. Qora sandiq tegidan bir chashqan chiqdi-da, yarim tal turibni tepib oldi. Ondan uni tumshuqi bilan sandiqning ostiga qaratib do'miltishga boshladi.
yerimtal turubning g'udur-do'ng yerda tiriklishila jimjitlikni buzib turadi. Lavyan uningga o'ngda yotadi. Lavyan o'zchil so'zladi. Giyuti dunyoda 82 yil yashagan. Faustni 24 yoshida yozishga boshlab, hayotining oxirida tamomlagan. 58 yil bir kitobga ishlagan, albatta boshqa asarlarni yozgan. Cervantes Don Quixote'ni Afrikada asr vaqtida yozgan. Hey ukam, umidvorlik, eng cho'ng boylik, eng oliy fazilat. Men sizda mana mushu fazilatning bor ekanligini ko'rdim. Bu yer hech qancha emas. Rubru Cruzu odamzotsiz orolda yolg'iz 14 yil yashadi. Tabiatni o'zgartdi. Sirliq orol kitobidagi Cyrus Smith qatorliq 5 azimat Lincoln orolida yangi hayot yaratdi. Ulug' sotsializm Jungo Gongchandangining haqqoniyligi bizga cho'ng madad. Vaqtli qiqilimiz, lekin bu qiqilish bizni chiniqtiradi. U bizga hayotning cho'nqur bir bilmaydigan qonuniyat sirlarini ichib beradi. Adabiyotga doir asarlaringizni yo'q bo'lsa, fizika, mexanika, ximiya, falsafa bilimlarini o'rganing. Germaniya yozuvchisi Goethe, Gomer, Shakespeare, Freudning asarlaridan o'rganib qolmay, elektrologiya, mexanika qatorliq bilimlarni puxta o'rgangan. Siz yana ulug' yozuvchi, shoirlarning nurg'un bilimlarni qanday berilib o'rganganligini bilasiz. Siz buning kitobni o'qib chiqing, sizga ilhom bo'lishi mumkin. Men uning qo'lidan dunyoga dangliq 132 yozuvchi degan kitobni oldim. Kitob meni xiyoldan, g'amdan va xoflikdan qutuldirdi. Lekin kitobdagi yozuvchilarning hayoti menga o'z beshimdan o'tayotgan, do'stlarimning beshidan o'tayotgan kundalik ishlarni eslatdi. Men turibla yana kitobdan turmushga qaytdim. Yağmurdan keyingi yaylaq go'zal, chaqqoq, ko'ktatning qaraygan yo'pirmiqi ustiga kumush eritmisidek oq, suzuk shabnam, suzilgan cho'qqilar ustidagi rangdor bulutlar, tog' qaptallardagi oq bulutlar orasidan qaramtul boshlarini chiqarib turgan orchilar, yeshil yaylaq ustida oq paxtadek o'mlab yurgan bulutlar, qo'ram toshlarga qo'nishib olgan oli qog'lar, pakarlar, bo'shliqda o'ynashib yurgan to'mir qanotlar. Manga hayot go'zal, hayotdan lazzat ol. Qara, bizmi judundan keyin xo'shallik topdik. Senmi shunda xo'shallikqa, baxtga qarab qadam tashlavatsan, devatqandek qiladi. Men kunda o'ltiradigan qizil toshning siliq muzdek dumbisiga mindimda yiroqdagi tog'larga qarab bir pas xiyol surdim. Ondan Hoshimning xeti bilan Raziyaning xetini qaytadan ochdim va menga qattiq ta'sir qilgan joylarni o'qishga boshladim. Yodingda bormi? Beijingda poyezd stansiyasidan Tiananmenga boruvchi Chang'an ko'chasiga qanday hayron qolganman. Dungdan degan yerga kelganda yo'lning kengligini mangdam chiqib edim, 68 mangdam keldi. Men ko'nglimda Chang'an ko'chasining egillagan o'rnini hisoblab, shuncha mumbat yer yo'lga ketibdi. Ochliq terilsa qanchalik foyda bo'ladi deb o'yladim. Yo'lning ikki yiqidagi xuddi uchib ketayotgan o't taxslarda ko'rinadigan sonsiz tutash lampochkalarni ko'rib, xuddan yezlardagi 40-50 odam kash kurs uchun sinfga tiqilib qora chiroqning suz yo'riqida xat yezayotganini esladimda, hukumat pulni shaharga xajlabdi deb o'yladim. Endi o'ylasam, insonni, turmushni texi bilmagan ekanman. Hayot, ochliq, po'lat, imorat, tosh yo'l emaskan, inson ishliguvchi, yeguvchi, yaratquchi, intilguvchi, izdinguvchilar emaskan. Hayot go'zallik, inson go'zallikka intilguvchi ekan. Go'zallikka intilish uni ishlashga, ijod qilishga majbur qildi ekan. Xato qildim. Mening vujudimdan o'z hayotiga go'zallik izdiguvchini maydasidan ittirib etaman. Mana endi hayotimda ruhiy poycha paydo bo'ldi. Raziyani o'ylasam, yuragim ichishidi. Vicdanım iradamni ayblaydi. Ikkinchi bir yerda mundaq yozilgan edi. 1958 yilidagi, ya'ni 50 yilda kommunizmga boramiz, Angliyadan o'tib ketamiz. Bir mu yerdan 50 ming jingdan shol elib rekord yaratdik degan cho'qan so'rallarni anglab mengam qizib ketibdi.
Po'lat tavlashda yeyilayotgan ochliq, hajlanayotgan pulni ko'rib, o'zimizni tangdasiz boy hisoblabdiman. 2 yildan keyin kava uchun yarim kun uchrat turdig'imni o'ylab boqmabdiman. Hammani ilmiy, cho'nqur o'ylashga to'g'ri keldi. A'la, Güzelay bilan to'y qilib yaxshi qilibsan. Toshpo'lat o'ylandi, Qurmashmi uylanib oldi. Nomard hozir xotanda inovatlik odam bo'lib qoldi. Chunki uning puli yo'shirib qo'ygan ochliq, meyi nallardandir keldigan go'shir bor. Uning uyidan mezlik qiyma purqi, turg'undan qo'yiq is chiqib turadi. U meni pat-patla uyga taklif qilib turadi. Sababi men hozir uning boshlig'i. O'tir maktabning mudiri bo'lib qoldim. Lekin mening mijozim eski. Osh qilishga rozimanki, uning qo'liga talmirishni uyat bilaman. Hayronman. G'ayvatchi xotinlardek ushshaq gaplarni yozg'ili turg'unimni qarmamsan. O'ylangim bor, lekin muhabbatsiz o'yinish nomusqu. Mening ko'nglim muzga o'xshaydi. Bu yil o'yinay deb bu muzni eritishga harakat qilib ko'rdim, lekin amali bo'lmadi. Roziyani zodila unuta olmayapman. Nemishqa men uningga u qabul qilolmaydigan talablarni qo'ydim. Umar apandini nemancha xatarlik hisobladim. Men turmushda nemani xato qildim? Uni tuzatkili bo'lamdi. Meningcha xatoligim reallikqa ko'z yumganligimda, reallikdan halqib o'tib, o'zimni boshqalardan aloyidarak qilib olganligimda. Buni tuzatkili bo'ladi. Oldi bilan men odam, ondan qolsa inqilobchi. Mana bu bir reallik. Rahmatov. Chernovskiyning nima qilish kerak degan asardagi bir personaj. Ruhi hozir oqmaydim. Yumshoq tushak ostiga tas selib yetish yoki karvatga maqiqib yetish irodani tavlashning birdan-bir yo'limi? Yo'q. Mana bu o'zining inson ekanligini unutib qolganlik. İnsanның turmush kechirish qonuniyatini o'zgartirish hisobga iroda tavlash, yuqori ovoz bilan shuar tavlash, reallikqa ko'z yumganlik bo'ladi. İnson bo'lganim uchun menmi boshqalardek pul yig'ib, uy jabdug' elishim, hatto derazaga qochigul qo'yishim, haftada bir qatim tansi o'ynashim, menga ko'ngil bergan qizni sharsiz hurmatlashim, ko'nglim tortgan qiz bilan muhabbatlashishim, to'y to'kinlarga kostyum kiyib berishim lozim edi. Turmushdan lazzat elish, Maksim Gorkiy Leninni tasvirlagandek o'zim tutib olgan biliq uchun qoqoqlab kulalishim lozim edi. Bir umr inqilob qilish sening insoniy xususiyatlaringga daxl qila olmaydi. Bularni o'zgargil bo'ladi. Bu yil 29 yoshga chiqdim. Yana 50-60 yil yashaydigandek turman. Hayotni yengboshdan qurg'ili, turmushni o'z yo'li bilan o'tkazgili bo'ladi. Lekin tunji muhabbatni qayta tirildirgili bo'lmaydi. Bir qadamni xato besish bilan paydo bo'lgan ziyonni to'ldirg'ili, go'zal yoshlikning untinsiz, shapsiz holda ko'ngil darvozangdan kirib yuragingga chekib qo'ygan jarohat gulni yo'qotg'ili bo'lmaydi. Men Roziyaning xatini o'qidim. A'la, muborak bo'lsin. Güzelay bilan to'y qilibsiz. A'la nurdan anglab naydi xushal bo'ldim. Baxtlik bo'libsiz. Baxtmi, baxtsizlikmi tuyuqsiz keldigan ha? Siz burun Güzelay bilan to'y qilman deb o'ylab boqmagan bo'lg'aydingiz? Meningcha yo'q. Bu baxt qushi sizga g'oyibdan kelib qo'ndi. Men-chu Bakram molim bilan to'y qilman, bir balliq bo'lman deb o'ylaganmidim? Yo'q. Men bu kishini noyda yomon ko'ratdim, lekin taqdir meni uningga qo'shdi. Turib o'zimni ayblayman. Bo'libmi Hoshirning dadamga yozgan tuyuqsiz xatini o'qigandan keyin o'zimni texmi ayblaydigan bo'ldim. Nemishqa shuncha amaliyotchi bo'lib ketdim? Nemishqa turmushning qonuniyatiga shuncha mahkam yepishib oldim? Qiz bola jazman turmushga chiqishi lozim degan turmush qonuniyati meni qachonlarda asar qilib oldi? Pushaymon qilaman, qattiq pushaymon qilaman. A'la, ko'zga ko'rinmas qafasga tushdim. Sharaqlamaydigan zanjir bilan bog'landim. Muallim shunchalik kunchiki yumshoq qarg'a tushgan o'zining izini boshqa birining izi deb kechicha meni so'roqqa tortib chiqqan kunlarimi bo'ldi. Go'yo uning badanining hamma yerda ko'zi bor. Nerda yursam ko'rib turadi. So'qishmaydigan birmi kuni yo'q. Lekin qizlar turmushga chiqqandan keyin nikohdan ajrasa nomi yomon bo'lib qoladi. Axloqli ayol bir er bilan o'tadi deydigan gaplarni ajoyib muqaddas bilman kam to'qitgan tang. Nikohdan ajrashishni o'ylasamla yuragim chiqib ketadigandek dupuldaydi. Xuddi yoshirincha odam o'ltirib qo'ygandek alahsada bo'laman.
Әла итіңе, ата-бабамыз қалдырған güzel әхлақ qonuniyatlariga xiloflik qilgudek bo'lish uchun nimalarni qilsam bo'ladi? O'zimni azobdan qutuldirish uchun oz-to'la romantik bo'lg'im keladi. Aytinglar, bir amaliyotga cho'qinadigan ojiz ayol qanday yo'l bilan romantik bo'la oladi? Go'yo bir qulqum hashir, yana bir qulqumdan roziya vaqirayotgandek, ularning javobsiz qilayotgan savollari yoyliqda g'ungdayotgandek bilindi. Men ko'k osmonga qaradim va hamma odam turmushga savol qo'yvasi kerak. Nimishqa savollarimiz ko'p, nimishqa savollarimiz javobsiz qilyotidi? Kelgusidimi javobsiz qolarmizmi yoki qanotlangudek javob olarmizmi deb o'yladim.